farzandingiz uchun shunday duo qilsangiz, farzandingiz albatta sizga mehribon bo'ladi, sho'x bo'lsa sho'xliklari qoladi, gapingizga quloq solmayotgan bo'lsa gaplaringizga ham quloq soladi. Farzandingiz bir ishga kirmoqchi bo'lsa yaxshi ishlarga ham kiradi, imtihonga kirmoqchi bo'lsa imtihonlarga ham kirib ketadi. Albatta siz ixlos bilan duo qilib so'rasangiz. Shunday duo qilasiz. Juma kuni asr namozidan keyin qilasiz bu duoni. Qo'lingizga bir stakanga toza suv olasiz. Albatta tahoratli holatda bo'lasiz. U suvga Fotiha surasini 6-oyatini o'qiysiz 1073 marotaba. Orqasidan Allohimning bu go'zal ismini o'qiysiz 41 marotabadan. U suvni bandi shifo deb farzandingizga ichirasiz. Hamma joyda farzandingiz hammani ko'ziga yaxshi ko'rinishni boshlaydi, savlatli ko'rinadi inshaalloh. Avvalo Alloh biz hamisha sabablarini qilamiz. Ixlos xalosdir.